Qachon siz ko'rgansiz psixolog tarbiyalaganini? Onamizni o'qlovi tarbiyalagan bizni. To'ppa to'g'ri mana shu joyi. Men ham oldin onamdan xafa bo'lardim. Hey, ko'zingni och. Ona uchun hamma bola bir xil. Pul topgandikini olib, pul yo'q qilib beraverar ekan. Bu shunaqa qonun shunaqa ekanda. Men onam mendan olib, menga ilinmayapti, meni yaxshi ko'rmaydi deb. Yo'q, bolasiga ilinib turar ekan, barobar bo'lsin deb. Parovoz bitta bo'ladi uyda. Berasan-da, ho erkak, ho xotin. Ko'proq erkaklar doddi boradi, xotinlar burab turganda. Xotinlar ham ovozini o'chirib o'tirish kerak. Ko'zingni och, seni ering topyapti, tutyaptimi? Balkim seni rizqing emasdir. Bir mushukda ham rizqi bor ekanda, o'shanga ham rizq berar ekan qo'shib. Aytilgan-ku kitobda, sen dunyoni yig'sang, yeganing seniki. Qolgani qoladi. Haypag'am kiyib ketmaysiz, azizim, yirtig'ini ham. Qoladi. O't qo'yib yuborishadi. Salon-taroj qilib yuborishadi, lekin sizni eslashmaydi. Живите для себя. Telefonim sandalye berib turgin-da. Bir sekund. Eksklyuziv Yulduz Usmonovadan ayni daqiqalarda shu joydan. Men bilaman kimga tashlaganimni. Xo'p, bu yerda juda ham ko'p bir kerakli narsalar bor ekan. Ha. Mana ko'ryapsizmi, hammasi ilmli narsalar. Hammasi kerakli narsalar. Qo'yliklar ham bor ekan. Mana qarang, mana qilsak, tashlagan rasmlaringiz chiqadi mana bitta. Какой ты молодец. Вот, endi mana shu yerdan skrinlaringizni Bu emas. buni ko'rdik. Xuddi mana shunga Mana o'xshaydi. mana. Ana. Bolajonim, ana telefonda emasligim shundan bilinadi-da. Gezdim Halep ile Sham'i, ayladim ilm talab. Meğer ilim bir hiçmiş. İlla adab. Eskilerimizi eslaylar. Adabsız deb so'kardi. Eslaysizlarmi? Odobi yo'qdi, kallamizga burardi. Salom bermasak, qizing salom bermadi-ya deyishardi bizda-da. Yoptim, bolang salom bermadi deydi. Ha salom bersa nima deydi. Gapirma bolamga deydi. Yunus Emre'daqa odam aytayapti o'sha paytda. Dunyoni kezib ilm oqtaribdi, lekin ilmni olgandagiginam agar senda odobing bo'lsa, ilm bir hechmish. İlla adab. Avval adab, faqat adab.